Brauzerda o'zining sozlamalari bor. Mana bu brauzerning o'zini mana 3 ta nuqtasiga bossak, sozlamalar kelib chiqyapti. Yangi oyna ochish, biron bir saytga kirganlarimizdagi istoriyasi, skachet qilib olgan joylaringiz, boya Ctrl H, Ctrl J larda bosganingiz bor-ku. Xuddi shu narsalar bu nastroykasining o'zida ham bor. Extensionlar bor. Extension nima degani? Biz brauzerda ishlatganimizda sal bizga yengillik beradigan dasturlar bo'lishi mumkin. Masalan, xo'p, extension programmalarimizni bir ko'rib chiqamiz. Bizda extensionda ma'lumotlar Google'ning o'zining extensionlari bor. Bizga nima qilib beradi? Masalan, biron saytlar bloklab qo'yishi mumkin. Bizga reklama chiqaradigan saytlarni bloklab qo'yishi mumkin. Yana nimalar bor? Bizga xo'p, instrument oladigan bo'lsak, preflar bilan ishlash uchun kerak bo'ladigan extensionlar bor. Ha, full page degan Go full page extension bor. Bu bizga nima qilib beradi? Ekranimizdagi ma'lumotlarni rasm holatida hammasini bitta qilib olib beradi. Masalan, menga boyagi kunuz bordi-ku. Kunuzni olayotganingizda bu saytning uzunligini e'tibor beringlar, juda uzun. Bitta listga sig'maydi. O'sha Go full page extensioni bizga hamma saytimizni bitta rasm ko'rinishida olib beradi. Mana qaranglar. Men mana bu extension belgichasi mana bu joyda turgan bo'ladi o'z tepa qismida. Bosib, men o'rnatgan Go full page ning ustiga tanlasam, menga saytimni mana har birini rasm sifatida olib ketyapti mana. Rasm. Ha. Saytimni har bir bo'limi mana bunday rasm ko'rinishga olib beradi. Screenshot qilibman. Ha. O'zi o'ziga bitta list ko'rinishida olib beryapti. Buni o'zimiz nima qilishimiz mumkin? Skachet qilib olishimiz mumkin. Olamiz skachet qilib. Boyagi extensionlarga o'tamizda. Mana 3 ta nuqta. Extensions. Manage visit from web store. Unga poistga yozamiz. Go full page. O'shalar orqali biz extensionlarni o'rnatib olsak bo'ladi. O'rnatilgan extensionlar mana ekranda. Tushunib olsangmi? Ha, ustanovit sizlarda o'rnatilmagan bo'lsa, ustanovit qilsang, sizlarga chiqarib beradi. Video yozyapti-ku. Xo'p. Yana extensionlarda ko'ramiz. Xo'p, extensiondan keyin yaqinlashtirib uzoqlashtirish, print. Xo'p, nastroykasini yana bir ko'rib chiqamiz. Qarang, nastroykada brauzerimizga akkauntlarimiz, biron bir saytga kirganimizda u saytimizda saqlab qo'ygan parollarimiz. Agar bizga boshqa paytda yo telefonimiz uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, manage your account yoki xo'p, shu joyda bizga parollar degan bor edi. Parol. Password mana inglizchasiga. Xo'p. Password qidiradigan bo'lsak, bizga xo'p, manager bilmayman. Mana qarang, Google Password Manager. Unga tanlasak biz qaysi saytga qaysi parol bilan kirib saqlab qo'yganimizni ko'rsatib beradi. Masalan, menga arxivimizda ikkita akkaunt bor, ularda har birini parollarini ko'rishimiz mumkin. Mana qaranglar. Bitta akkauntimning paroli mana bunday, ikkinchi akkauntimning paroli bunday. Biron bir saytga kirganimizda parol qo'ygan bo'lsak, saqlab qo'yadigan bo'lsak, brauzerda o'zini fayllarda saqlanib qoladi, o'zini xotirasi cache-da va biz uni boshqa safar kirganimizda yana o'sha kerak bo'lsa, mana bu manager password managerga o'tadigan bo'lsak, ya inglizchada parol menejermi shunaqa bo'ladi ruschasida. Inglizchasi password manager. O'sha bo'limga o'tsak nastroykadan bizga saytlarda parollarni chiqarib beradi. Mana qaranglar. Bundan keyin bu xiyuzga anunda video yozibman, videoni yozib bo'lgandan keyin yana bir qaytadan ko'ramiz. Xemisga yo qaysidir saytlarga kirganimizda ham parollarni saqlab qo'yamiz. Masalan, kimdir notebookida Instagramga ham kirishi mumkin. Parollarni saqlab qo'ygan bo'lsa, o'sha yerdan parollaring ko'rib olsalaring bo'ladi. Xo'p. Hamma saqlab olishda bo'ladi. Ha. Yo, saqlagan bo'lganlaring, saqlamasalaring u yerda ko'rinmaydi. Masalan, google.com ning o'ziga ham parol saqlagan bo'lishlaring mumkin. Masalan, pochtalaring parolini ham mana shu joydan ko'rib olsa, parollar shu yerdan ko'rinadi.
qachon ko'rinadi? Parollaringni Google ga saqlagan bo'lsalaring, bo'lmasa ko'rinmaydi. Xo'p. Endi yana nima qoldi? Qidirgan parollaring topib beradi. Bizda qolgan parollarni nima saqlagan bo'lsa o'sha yerda chiqarib beradi. Hozir shuni boshdan ko'rsatay. Premarketga kiramiz. Bunga tanlab pochtamizni joylashgan joyiga kimdir rasm joylagan bo'lsa o'sha burchakda o'sha chiqib turadi. Parol tanlab parol degan joyga tanlab. Endi biz bu yerdan xo'p barmoq bosishimiz kerak. Barmoqli bo'ladigan bo'lsa o'zdan ya parol kiritadigan bo'lsa parol. O'zlaring biladigan parol qo'yib qo'yasizlar o'sha yerga. Eski parollaring bilmaysa, yangi parollaringni o'zlaring eslaringizda qoladigan parol qo'yib qo'ysizlar. Sminit parol bossalaring, keyin o'shani skrinshot qilib qayergadir saqlab qo'yishlaring kerak bo'ladi. Parolni esdan chiqarganlar uchun mana shu ketma-ketlik bo'yicha. Buni hozir videoga ham yozib qo'ydim.